Quyosh panellari o'zini o'zi oqlaydimi degan savolga hozir javob olamiz. Stansiya qurilishi boshlaganiga mijozimiz Kesh Mustang zapravkasi 280 kilovatli ikkita kompressorga quyosh panel o'rnatgan va o'zini oqlashiga 1 yil qolibdi. Hozir hisobotlar bo'yicha buxgalteriyadan necha kilovat ishlabdi? Bu yil hisobiga avgust hisoblamaganda, Xudo xolasa iyul oyigacha 329 ming kilovat ishlabdi. Ana iyul oyini qo'shganda avgustsiz. Nima o'rnatib bergansiz Otabek aka bu yoqqa? Bu zapravkamizga Jenko paneli, Longi X6 panellari, X6 ekan ha. Auxol invertorlari bilan 50 kilovat, 100 kilovat. Umumiy quvvati qancha? Umumiy quvvati 450 kilovat panel, Aha. 420 kilovat invertor. Biz Powersun kompaniyasi, Jinko kompaniyasini rasmiy distribyutor hisoblanamiz. O'zbekistonda har qanday sizni ishlab chiqarishingizga katta miqdorda quyosh panellari va invertorlarni olib kelib berib o'rnatib berishimiz mumkin.